Ayolim og'zidan juda ham noxush hid kelyapti. Shunga bitta video qilib bering, sizni ko'radi. Agar ayolingiz og'zidan noxush hid kelayotgan bo'lsa va siz buni uni o'ziga aytolmay hijolat bo'layotgan bo'lsangiz, bilib qo'ying, og'izdan hid kelishini asosiy 3 ta sababi bor. Birinchisi bu og'izda bilasiz bo'yin atrofida limfalar bo'ladi va mana shu to'lib ketgani hisobida ham kirlanganda ham og'izdan juda ham badbo'y hid kelishni boshlaydi. Anginasi borlarda ham xuddi shunaqa yomon yoqimsiz hid keladi. Tishida muammosi borlarda ham yoqimsiz noxush hid keladi va eng asosiy sababi, ya'ni 80-90% ayollarda ichi tizimida muammosi bor, hazm sistemasida muammosi bor. Shuning uchun ham og'izdan yomon o'tkir hid keladi. Agarda ayollarimiz ichki faoliyatini yaxshilab, hazm sistemasini yaxshilab olishadigan bo'lsa va limfa sistemasi bilan ishlashni bilishadigan bo'lsa, og'izlardan noxush hid umuman kelmaydi. Agar siz noxush hidni uy sharoitida bartaraf qilishni xohlasangiz, kommentariyaga plus belgisini qoldiring.